Diqqat, mana ajoyib xushxabar. O'zbekistonda pensiya va nafaqalar 1-sentyabrdan oylik maoshlar va stipendiyalar miqdori oshiriladi. Prezident farmoni e'lon qilindi. Hoziroq videorolikni o'tkazib yubormasdan hamma ko'rsin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni, videoroligimizga esa like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Alloh barchangizdan rozi bo'lsin. Diqqat qiling. O'zbekistonda 2026-yil 1-iyul sanasidan boshlab pensiya va nafaqalar miqdori oshirildi. 1-sentyabr sanasidan boshlab esa oyliklar va stipendiyalar miqdori ham oshiriladi. Qanchaga oshganini esa videorolik davomida bilib olasiz. Yoshga doir eng kam pensiya miqdori oyiga 983 ming so'm etib belgilandi. Nogironlik pensiyalarining eng kam miqdori esa oyiga 1,83 ming so'm etib belgilanadi. 2026-yil 1-iyuldan pensiyani hisoblashning bazaviy miqdori oyiga 504 ming so'm etib belgilandi. 2026-yil 1-sentyabrdan budjet tashkilotlari xodimlarining ish haqi va stipendiyalar miqdori 7% ga oshiriladi. 2026-yil 1-sentyabrdan mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori oyiga 1,360 ming so'm, bazaviy hisoblash miqdori esa 440 ming so'm etib belgilanadi deyiladi ma'lumotda. Hurmatli tomoshabinlar, videorolikka like bosib, videoni barcha pensiya oladigan tanishlaringizga yuborib qo'yishni unutmang. Alloh barchangizdan rozi bo'lsin.